Bugun men sizlarga Farg'ona shahrining markazidan 5 qavatli uyning 2-qavatidan 4 xonali 96 kvadratdan iborat bo'lgan ajoyib uyning obzorini qilish uchun keldim. Assalomu alaykum Ziynat uy-joy savdosining aziz kuzatuvchilari. Bu uyimiz qayerda joylashgan deydigan bo'lsangiz, ushbu uyimiz viloyat tamojasini shundoq ro'parasi bu yoqda universitetning yonida, ya'ni bu joyda juda ham qulayliklar atrofimizda ko'p. Mana shu uyimizni qarang, kirib kelganimizda, uyga kelganimizda mana qanday chiroyli bir atmosfera kutib turibdi. Mana bu joyda oshxona bo'lgan, bilasizlar, bu devorni olib tashlab turib, katta mana qanday kirish qismi, ya'ni zal chiroyli holatda qilgan. Mana 6 metrli verandamiz ham turibdi. Bu joyda taomlanishligimiz mumkin bo'ladi. Radiatorlarimiz mavjud, oynalarimiz akfa qilingan va reshotka qilingan. Gazxonamiz mana bu joyga olib kirib qo'yilgan. Gazxonamiz shinamgina kichkina holatda. Duh konturnerimiz bor bu joyda, qarang, duh konturnerlarimiz bor. Chiroyli hamma sharoitda qilib qo'yilgan, hattoki mana bunaqangi tokni ham chiroyli bir holatda qilib qo'ygan. Demak, ko'rib turganimizdek, qarang, keng kirish qismi zal o'ta ham bir go'zal holatda. Mana bu joyga bitta divan qo'yasiz, divan qo'yib, bitta mana oldin televizor bo'lgan, televizorlarni qo'yib maza qilib ko'rasiz. Qarang, kirgandan keyin chap tomonimizda yuvinish xonasi, radiatorlarimiz bor. Duh konturni ko'rdilaringiz. Mana bu ko'rib turganlaringizdek o'ta ham toza, pokiza holatda yaxshi insonlar yashagan. Mana bu kattalar uchun bitta yotoqxona hisoblanadi. Sayuz mahalla bilasizlar, mana shu ham kattalar xonasi deyilgan, lekin jami 96. Bu yerda isitish tizimi mavjud. Juda ham chiroyli, yangi qilingan isitish tizimi. Bu yerga kelganimizda o'g'illarimiz uchun va qizlarimiz uchun alohida xonalarimiz mavjud. Mana bu qizlarimiz uchun bo'ladigan bo'lsa, isitish tizimi mavjud. Bu joyda ham yorug'lik kiradigan oynamiz bor. Ya'ni mana bu joyimizda mana akfa 2-qavat. Bu joyda o'zlarini kiyimlarni iladigan kichkinagina bir mana bunaqangi kiyim iladigan shkafchik deymizmi? Mana bu joyimiz yigitlar uchun 2ta isitish tizimiga mavjud va plus mana bu joyimizda azizlar alohida ayvonchasi, o'zbekchasiga, ruschasiga balkon deyiladi. Dam olib bu joyda kofe ichib o'tirsa bo'ladigan reshotka qo'yilgan toza pokiza uy. Kimga ushbu uyimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, egalari tomonidan 43 ming so'rayapti, lekin albatta o'tib beradilar. Kelib ko'rganingizdan keyin o'zingizga yoqsa, albatta baholi kelishasiz. Ushbu uyimiz egalari tomonidan 47 ming so'ralyapti. Ushbu uyimiz kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar azizlar.